Tirik heterozigota organizmlarni chachishtirib, masala ishlayotgan vaqtingizda 64 ta avlod hosil bo'lishini bilasizlar. Hozir men sizlarga mana shu 64 ta avlod ichidan har qanday genotga ega bo'lgan organizmlarning hosil bo'lish ehtimolini 10 sekundda topishni o'rgataman. Keling. Qarang, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun har bitta gen bo'yicha alohida chatishtirish o'tkaza olamiz va ularning nisbatini aniqlaymiz va nisbatga yarasha foizini. Buni bilamizki, hozir 25% bu, 50% bu, 25% va hammasini bilamiz foizini. Va masalan bizda mana shu genotipli organizmni toping degan bo'lsa, nima qilamizki, mana bu katta kishiga mana bu yerdan 50% ga tengmi 0.5 ulushga aylantirib yozib, buni ulushini topamiz. Bu bitta ekan, demak 25% ulushda 0.25 ga teng. Buniki D bo'yicha esa bu ham 0.25 ga teng va mana shu ulushlarni hammasini bir-biriga ko'paytiramiz. Shu genotipli organizmning 64 ta kapek ichidan necha foizligini ehtimoli kelib chiqadi. Bu bizda 0.03125 raqami chiqadi o'rtoqlar. Va siz ham xohlagan genotipizni xuddi mana shu usulda 10 sekundda bemalol topib olsangiz bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa o'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yamiz. Bundan ham foydali videolar hali chiqariladi. Like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlashni unutmang.